Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyonimizni resmi başlaymiz. Birinci mavzu bugün çizdagi 2021 yıl 6. ayının 2. günü. Mavzu mundaq vatandaş. Xi Jinping atının tizginini tartadigan vaqt keldi. Bolmasa aqıbatni mölçerligili bolmaydı. Mavzulu xabar 6. ayının 1. günü Fenvi torbiti ilan qılındı. Xabar mundaq başlandı. Amerika alimleri yakında diplomatiya jurnalda 28. günü sel qarashqı bolmaydigan haqiqiy ahvol mavzuluq bir parça maqala e'lon qilib, maqalada mundaq ko'rsatdi. Boylik taqsimoti barobar emas. Jungo jamiyatining ikki qismi qarama-qarshi ikki qutbga bo'linib ketdi. Jungo Kompartiyasi qo'zg'olondan qattiq mudofaa ko'ryapti. Bir yillik muqimlikni saqlash xarajati 216 milliard dollarga yetib, harbiy xarajatdan oshib ketdi. Uning ustiga jidalxo'r bo'ri diplomatiyasini yo'lga qo'yib, Yevropa, Amerika davlatlarining birlikda zarba berishiga uchradi. Xi Jinpingning jungo tushi amdilikda Xi Jinpingning qabohatlik tushiga aylanib qoladi. Stanford Universiteti Hopo tadqiqoti yuqori darajalik tadqiqotchisi Elizabeth Ekonomi 28. günü yazgan bu maqalasida bir misal keltirib, Jungo Kompartiyasining navbatdagi ichki ziddiyatlari to'g'risida to'xtaldi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Jungoliklar Amerikada irq masalasini davomli masxara qiladi. Amaliyotda Jungoning ichki qismidagi alqama irqchilik o'lka va yerliklarning qarama-qarshiligi jiddiylashib ketdi. Jungo Kompartiyasi texmi avzaylab Uyg'uristonda, Tibetda, Ishki Mong'oliyada, Hong Kongda bostirishni yo'lga qo'ydi. Bu joylarning madaniyat, urf-odat va huquqlarini butunlay tortib oldi. Muqimlikni qo'g'dash uchun Jungo Kompartiyasi 2019-yili 216 milliard dollar sarf qilib, muqimlikni qo'g'didi. Jumladan davlat bexatarligi, soqchi, qurolli soqchi qismlari, davlat ichida nazorat qilish, qurolli xalq askarlari qatorli qurilishlarga yo'l xajlash va pul xajlash kechiringlar. Jungo Kompartiyasining 10 yil burungi xarajatidan 3 hassa oshib ketdi. Shu yili bu xarajat harbiy ishlarga sarf qilingan xarajatdan 26 million dollar oshib ketdi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Jungoda tengsizlikdan kelib chiqqan jamiyat qarama-qarshiligi, moliya taqsimotining taksizligi bo'libmi, Jungoda 1% kishilarning 50% boylikqa ega bo'lib olishi, Jungoda davomli mavjud bo'layotgan bu tengsizlikni Jungo hukumatining hal qila olishi hamda mumkin emas. Maqolaning oxirida avtor mundaq ko'rsatdi. Her qaysi davlatlar Jungoda kishilik huquqni ayblayotgan vaqtda Xi Jinping 2022-yili qishliq olimpik murosimi o'tkazib, Jungoni gullantirishdan iborat har qanday umidlari nurg'un davlatlarning bu murosimni cheklashi yoki boykot qilishi orqali gumron bo'lishi mumkin. Agar Xi Jinping atning tizginini yarning lebidan tartmaydigan bo'lsa, uning jungochi, ya'ni uning qabohatlik kishiga aylanib qoladi.